Assalomu alaykum jamoatal muslimin. Bugungi suhbatimizni ota-onani rozi qilish farzandlik burchidir deb nomladik. Alloh taolo yer yuzida joriy qilgan qonun shuki, odam bolalarining barchasi ota-onadan dunyoga keladilar. Ota-onani tanlash imkoniyati yo'q. Bu ilohiy taqdir. Shunday ekan, har bir shaxs bu ilohiy qismatga rozi bo'lib, ota-onasiga chiroyli muomala qilishi, ularning roziligini olishi va itoat qilishi shart. Ota-onaga yaxshilik qilishning zarurligi va fazilati Qur'oni Karimda ko'plab takrorlangan. Shulardan birida Robbimiz quyidagicha xitob etadi: sendan nimani nafaqa qilishni so'rarlar? Nafaqa qilgan yaxshiligingizdan ota-onalarga, yaqin kishilarga, yetimlarga, miskinlarga va vatangadolarga bo'lsin. Qanday yaxshilik qilgan bo'lsangiz, albatta Alloh uni biluvchidir deb ayt. Qur'oni Karimda xayr, yaxshilik so'zi ko'pincha mol-u dunyosidan ishlatishga aytiladi. Bu joyda ham xuddi shu ma'no anglatilyapti. Nafaqaga loyiqlar ichida behudaga ota-onani birinchi eslatilayotgani yo'q. Inson tabiati o'zi shuni taqozo etadi. O'zidan keyingi birinchi haqdor ota-ona bo'ladi. Ota-onasi muhtoj bo'lib, ulardan boshqalarga nafaqa qilishdan ne foyda bor? Shuningdek, yaqin kishilar, qarindoshlar haqdorlik jihatdan boshqalardan ustunroq va hokazo. Nafaqa qilish xuddi shu tartibda bo'lishligi lozim. Birinchi, insonni yaxshiligi uchun loyiq ota-onasidir. Ko'rib turganimiz kabi, ehson qiluvchilar ro'yxatining boshida ota-ona zikr qilindi. Shuning uchun ota-ona keksayib, farzandlar balog'atga yetganda ota-onaning nafaqa ta'minoti farzandlarining zimmasigadir. Ota-onani qarovsiz qoldirgan farzandlar qattiq gunohkor bo'ladilar. Ota-onaga